Niyatlarni ko'ryapti, balandda. Sizlarni jo'natib oldim menga. Bobur. Oxirgacha o'yinga o'tmayapmi? Men shundan umad yaxshi bo'ldi. İşte boş taşak güzel şeyler. Başlayalım ya. Matını kılıyım. Aytganni xo'pdi. Hop, güzel. Bir pog'ona pastda yuring deb Nima kiyman? Baxtli bo'lsin hammasi ham. Qayerda bo'lsa tinch bo'lsin. Gapirmasa ham ko'rib turibdi. Hamma sog' salomat bo'lsin, xayr bo'lsa ham. Bo'ldi. Ya, zo'r shirin bo'lib ketsa ham keyin. Men istadim. Sumalakka o'xshamay qolmasin. Ya kaynatmaz, jo'natib yuborib turdi. Ya erta mehnat qilayotgan odam to'g'ri oluvdi. O mana. Ne pijamasi qilib yuribdi. Bolalar shoshilmadi ya. Shoshilmadi, mana inoyatim bor. Nima deymiz endi? Gapni so'z kallasi shu baxtli bo'lsin. Abdurazaqqa qancha yaxshi xizmat qilsa, biz ham shu turib xursand bo'lamiz. Hozir kechamatgan bo'lsa ham tezroq yonida bo'ladi-yu. Hozir kasal bo'lib qoldim, boshqa bo'lib qoldimmi deb xavotir oladi. Albatta. Biz ham shu. Endi yonida bo'lsa har qalay bir-biriga ko'mak. Inshaalloh. Hamroh. Bir-biriga ish qo'shib Ne, olib qo'ysam. Bila qo'ying. Yonida sizdan turing. Yonida turing endi. Asli olaveradi tanantirib. Qaniydan biroz. Abdurazzoq bitta sen kamsan o'g'lim. Musiqa so'nga tushba degan o'zing montaj qilib o'zing yonimizga o'tkazib qo'yasan. Endi sizlar ham pulli bo'lsin aytgan. Pulli bo'lsin. Hammalaringiz. Yo'q, bo'lsin sizlar.
Xizmatlarda Zeynep xursandchiligini bilaylik. Gaplari bo'lsa gapirgin. Otang ovoz baqib turadi deydi. Qo'ylarni bog'layapti, navbatlarni bog'layapti, Ishlariga rivoj Mashinasida biroz aka. cho'ntaklaring dollarga to'lib bersa xursand bo'lib Tezda telefon qilib turinglar, tinchligilar bilib turaylik. Tezda telefon qilib turinglar. Gapirib ko'rmasak ham eshitib tursangman. ko'rgandagi bo'lib turamiz-da. Rahmat bolam. O'shanga qarab turib lekin xulosa chiqadi, ha, bolam xursand ekan, bolam ishqilib unaqa g'am tashvish tortmayapti ekan deb ko'zimiz tashvish topib turadi. Ishqilib albatta xursandchiligini gapirib tursa yaxshi. Endi uzoqdagi odamni qanday emasligini bilolmasak, endi yaqin yerda bo'lsa ekan, endi ichimizdagi bor sirimizni to'la tekis gapirib sirimizni oshkora qilaylik desak uzoq bo'lsa, endi uzoqdagi ishni endi Alloh o'zi o'nglasin deb Allohdan tilab turibmiz xolos. Xudo o'nglasin hamma ishlarimizni. Ishqilib el yurt ichida sharmanda qilmasin. Doimo ishqilib xursandchilikqa yetishsin Parvardigor. Ishqilib Parvardigor endi bola chaqamni ishqilib salomat yurishini doimo Xudodan tilab turibmiz. Xudoga shukr, alhamdulillah. Salomat, eson-omon. Shu bolalarga bo'ladigan kelinlarimiz bilan xursandchilik bilan birgalashib juvoli bo'lib, shu el oldiga dasturxonlarni solib, endi ishqilib to'ylarga yetkazgani Alloh nasib qilsin. Ko'plarni qatoridan. Endi shashilish turibdi ota. Oxirgi duoingizni berib turing. Otasiga olib turing. Qarab turing yoniga. Endi biz ahli musulmon odammiz endi. O'sha yerda yaxshi mullolar bordir. Yaxshi odamlar bordir, musulmonlar bor deydi. O'sha yerda yaxshi musulmonlarga, yaxshi biladiganlarga nikohlab, halollab olsa bizga yaxshi bo'ladi. Endi u bir xil bo'lmag'ir odamlarga nikoh qildirmasin, unaqangi. Yaxshi odam mulloni topib turib nikoh qildirsin. Xudo xolasa. Bu umr savdosi ya chuqur gap bu. Shuning uchun yaxshi domlarni topib, nikoh qildirib, amriga olib olsa biz xursandmiz. Endi nihoyat uzoqligi uchun rozi bo'lyapmiz. Yaqin bo'lsa biz rozi bo'lmas edik. O'zimizni ko'zimizda, o'zimizni qo'limizda olib kelib turib, lekin halol mashadagi o'zimiz ishonarli odamlarga nikoh qildirib, to'y-to'rtlarni qilib, el oldiga dasturxonlarni solib, kelaverardik. Endi uzoqligi uchun darmonimiz qurib rozi bo'lyapmizki, endi yaxshi odamlarga nikoh qildirib olsa mayli degan xulosaga kelib turibmiz. Shuni endi mayli qulog'iga solib olsin. Shu bolamiz o'sha yerda bordir, ichkili ahli musulmonlar. O'shanga biz endi rozi bo'lib, mana hammamiz ulug'aymog'imiz bilan choli-kampirlar, bolalarimiz hammamiz rozi bo'lib, shunga rozi bo'lib turibmiz. Shunga duo qilaylik. Xudoyo xudovondo Parvardigor, qizimni ham Xudoyo qo'shini oyog'idan, kelinda oyog'idan degan ekan. Oyoqlari yarashgan bo'lsin, ishlariga Alloh rivoj bersin. Tallari sahat olsin, rizqlari ulug' bo'lib, el oldida xushchaqchaqlik bilan, xursandchilik bilan Alloh yashagani nasib qilsin. Xudolarimiz bundan ham yaxshi ziyoda bo'lib, bir-birimiz bilan Xudo kelmas ketmas shunday xursandchiliklarda yurgani Allohga
Abdurazak muborak yursin bolam endi. Siz telefon qildirib turasiz endi. Bizni qiynagan telefon chaqiryapti. Abdurazak kamroq gapiradi, Inayatxon endi axborotlarni yetkazib qo'yadi endi. Qo'ysangiz shu bilan 1-2 oy yo'q. Endi qanday gaplashib turaveramiz. Inshaalloh o'rganinglar. Gaplashar ekan birpas yana mana yerda savdo qilib qoldi, birov mushat ko'rsa gapirib qo'yadi. Bir gaplashmasam to'g'ri bo'lmayapti. Boshidan aytib qo'yagandim. Olma mushat qilmasin, boshqa odam savol javob endi odam qarab turibdi, yana palaga diyat o'tsa gap tuzib qo'yadi. Endi bu gap qo'shmoqchi bo'ladi. Kelincha ishini turadi, yo'q bo'ladi. Aytadi. Sigaplaringizni borib eshitib, uydagi telefon qiladi, gaplashadi, orqam havolasi. Mana qarg'anda Dalil haq bilan jiryapti. bolam bekarani xudo tanishadi. Bolam endi shu og'irlar bilan ola qarg'ani kelishini so'ramaydigan, kelishini so'raydigan. Bu yerda qanday yuribdi, nima chiqyapti? Hech meni qonim jammadi. Bolam bilan hech gaplashmadim. Sizlar nimaga tuzura gaplashmaysizlar deb qo'yaman. Xayriyat. Uvoli bo'lib, mahallalarni solib, xudo nima maqsad bo'lsa maqsadiga yetib, hammamizdan xursandchilik bilan To'ylarini qilinglar, shundan to'ylariga yetkazib salomat didor ko'rishaylik. Inshaalloh. Rahmat sizlarga, rahmat bo'lmasa yaxshi Qur'on qo'yinay bu senga xudolarni albatta bor. Yaxshi xotinlar tog'a, yaxshi Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. To'ylarda ko'rishaylik bolam. Hojatda yaxshi qoling, o'tiring. Yaxshi qoling. Sog' bo'ling. Hojatda o'tirmang, tashlab qolasiz. Tashlab turing. Hayırlısı o kızlarını yaxshi to'ylarda o'zing og'amiz tomonlarga aylanayapti yana mana. Xayrlashyapti. Rahmat. Yana qaytib, oyinda bo'lib kelishdi. O'shalar keldilar endi. Ketdik. Choy chaskin, choy qani? Ben de işleri bırakayım. Gapirish shart emas. Tanlab tursam. Ko'rayotganlarga privet. Ruschani bilib oldim. Nima deydi? Ota ko'rdiga borib yuribman men ham. Yana ko'rdiga, ota ko'rdiga. Bitta duo qiling endi. Hoji aka. Keling. Nahoni. Umring tinchlik omonlik olsin. Qayerda bo'lsa ham sog' salomat bo'lsin, baxtini bersin, omadini bersin. Besalom yana shu safarlari bexatar bo'lib,
yana o'zimizni joyiga sog' salomat yaxshi bo'lib kelishsin. Bahodirjon, rahmat sizga ham. Gulbahor, Bekmurod, yaxshi yuribsizlarmi? Biz ham charchadik. Charchatdik hayot. Rahmat. Olib qo'ysang ertaga narigullar bilan bir ko'tar nimalarni olib qo'ysang bo'ladi. Nimani? Nargullar nimaga? Meni mayga kraska qilgan joylarimni Bugun olmadigan kunduz bilan oladi. Oldim, ha, yo'lda oldim. Amerikaga ketsa deb oldim. Rahmat, seni ham tanijoyingiz oldi. Yaxshi yuribsizlar? Boshqatdan gapim. Qachon kelasan? Qachon kelasiz? Biz boramiz. Dadam bilan Amerikaga boramiz. Chamadonni ichiga solib. Samolyotda uchib ketamiz. Hozir ochilgan. Yaxshilik aytib qo'y. Nima edi? Bekmurod qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, boshlaydi. Boy dadasiga Qur'onlar ahadda. Boy dadangga bitta bo'ling, sen chiroyli qilib ko'radi. Bismillahirrohmanirrohim. Men akasiga aytyapman. Bo'ling. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid walam yakul kufuwan ahad. Молодец. Barakallah, qori bola bo'ling. Zo'r bola bo'ling. Telefon oldimmi? gapiring Bezod. Bezod gapir. Bizga pul Murod qalaysan? aytdi. Xudo xolasa biz ham boramiz. Biz ham boramiz, Bekmurod. Xudo xolasa. Rosa 5 ga o'qiyapman de. Mana 5 ga o'qiyapman. Hamma 2 o'qiyapman. Javlonam qandashi ular-da. Qandash emas, ukasimi? Bekmurod aka 2 olyapti Bezod. Bekmurod tog'asi. Bekmurod baholaring necha? Bezod, 2 emasmi? Bezod, Bekmuhammad, Botbek, Botirbek meni hech ham xafa qilmaydi. Uchbalmi? Eshitdinglarmi? Baqirtiryapti. Hech ham xafa qilishgani yo'q, rosa zo'r yurishdi. Aytgan ishimni qiladi. Dadasi ham rosa zo'r, hammasi rosa yaxshi. Hech kim diqqat qilmayapti. Ular yaxshi ko'rmagandan yaxshi ketib olgan. Tugadimi? To'pab kelgan. Zaryating? Yo'q, yetadi endi 30. Shu Alisher o'chirib. Yangi to'pab. Yo'q. Endi kim? Telefon oldim, telefon. Hammani opaman, Dildor opani opaman. Men xat oldim, Men xat oldim. Qozonni boshida gapirib oldim men Gulbahorga. Ekran. Siz yana qora kuyani eshitib botib yuribsiz siz yordamingizda. Ekran. Idish uyatdi, sog'inyapman. Unaqa. Sherit o'g'lim. Sherit o'g'lim maqalaman endi deb qo'ydim. Ave, idish uyatdi, keyin qanday uyatdi. Mana durbiningizni. Mana durbiningizni. Bor Bezod,